Tracker mashinamizga bayroqlar qo'yib beramiz oldiniga. Endi sezon boshlandi bu yog'i. Buni boshladik. Yechishni mana bundan yechib olamiz. Tracker mana ikki mashinamizga bayroqlarni sinib qilib beramiz. Bu obmanka bayroqi hisoblanadi. Narxi $50 turadi. Mana shunday bo'ladi. Ikkita spinkaga, ikkita nijnisiga turadi. Mana bu logi knopkalari. Knopkalarni xohlagan joyga sinib qilsa bo'ladi. Ishimizni boshlaganmiz. Mana natashkadan sal orqaroqda bo'ladi. Mana bunisi baravar mana bu yo'ldan bir xil. Xullas yana o'zlaridan, lekin mana shu yerda qo'yilsa yaxshiroq bo'ladi. Iloji boricha mana shunday kabelni mana shu yerdan o'tkazish kerak. Arqadan shart emas. Remen tomondan chiqadi o'zi. Ikkalasini ham remen tomondan qilib. Mana bu spinkasi mana o'zini kley bo'ladi, orqasida mana salofani shuni yechitsa yopishadi. Kleylar shart emas, bu kleysiz qo'yaveradigan narsa emas. Cho'lni yana qaytib o'zini holatiga kiygizamiz. Cho'llarni kiygizib bo'ldik, mana kabeli mana shu yerdan o'tadi. Endi navbat mana shu knopkalarni joylashtirishga. Ko'pincha farqi yo'q, qayerga qo'ysak, mana biz mana bu yerga qo'yib beramiz. Klientga ham ma'qul joyga qo'yib beramiz. Aytamiz, qayer qulay joyga o'z bilganingizni qiling desa, mana shu yerda joylashtirib beraveramiz. Farqi yo'q u narsani. Xullas bizga kerakli instrumentlar endi mana shunaqa anjomlar kerak bo'ladi. Ishimizni boshlaymiz, teshamiz. Mana kabellarni chiqarib qo'ydik. Endi ulash qoldi. Knopkalari joyida. Mana bu yerdan ulaymiz. Xullas keyin kabellar через keladi-yu. Buni pastani zamoga qilib beramiz. Bayroqlar kabelimizni o'shana ustamiz primoy plyusga berdilar. Sababi akam shunday bo'lishni xohladilar. O'tirgan paytga o'zlari knopkadan o'chirib oladilar. Xullas mashinani yoqgan paytga pastani isib o'tirsin ekan. Mana bu shtekerimiz o'zi asli. Mana bu nijni hamda spinkani birlashtiradigan shteker. Mana bu yo'qdan kelgan kirish kerak bo'ladi, lekin bunaqa emas. Buni o'zi shtekeri ikki xil bo'ladi mana. Ikkita shteker keladi. Har biriga alohida kiradi. Mana bu narsani olib tashlaymiz. Mana bunaqa shtekeri alohida o'zining ichiga bo'ladi, paketiga. Uni mana shu oqini kesib tashlab buni ulaymiz. Har biri bu ham отдельный, mana bu ham отдельный kiradi bir-biriga. Biz birinchi marta qo'ygan paytda ham hayron bo'lgandik, nima uchun bu shteker to'g'ri kelmaydi. Keyin bilsak, har biri 4 ta masalan shu silinasiga alohida kiradi. Xullas ishimiz bo'lay deb qoldi. Ustamiz ijodda. Mana bayroqlar knopkalarimizni ham joylashtirib oldik. Mana palajenlari hammasi bitta ishlaydi. Bas o'chirib qo'yamiz. Ishimiz bitdi.